Hürmetli vatandaş nöbette İngiliz Charles Bolger gezip kaldırgan Yakup Bey'nin tercüme hali mavzulu kitabımızın okuşunu davamlaştırımız. Tünügen mındak bir nokta toxtalgan edik. 50 yılette 500 yılgacha odillik bilen hükmranlık kılıştı halaydı. Hatta ulanı asayiş, əmillik yoluğa başlap barattı. Eğer ola siyan kötürüdüğün, özlerinin hakimiyetiga aşkara karış çıkıdığın, çet elliklerine başlap kırıdığın bolsa, milletler oturusuydu ki, 50 yıllık hatta 500 yıllık inak münasebetke karamay, ulanı xuddi kaşkarlıklarını cezalaganda qattiq, dehşetlik cezalaydı. Şuningdek ma'lum bir yüksek ma'nidan aytganda, ular xuddi shuningga o'xshash xata, ahmoqona ishlarni qiladi. Shunga o'zgarish bo'layotgan hozirgi sharoitda jungoliklarning ko'zini o'ydaydigan qadimki odatini o'zgartiradi deb umid kutishdan hech bir hojati yo'q. Shu vaqti borganda yahvoya deydigan gaplar ayeti yok. 6. bab. Yakup Bey'nin kelip çıkışı ve Qo'qonda vazife o'tagan mezgildeki sergüzekleri. Anda jarayonlar tugadi, vaziyat arka ko'rinishlar tugadi, endi Yakup Bey'nin o'zi keldi vatandaş. Biz hazır Qashqarya onun etrafındaki ellerinin tarihi üstüde Xo'jalarning Bozorg xon bilan Muhammad Yakup Bey Qushbegining boshchiligida yaqinda Qashqarga bostirib kirgani qadar to'xtaldik. Endi kitob xallog'i shu qatimqi tavakkalchilikni bayon qilib berishdan ilgari kelgusidagi bu otaliq g'ozining o'tmishini bildirib o'tishni zarur deb qaraymiz. Oldingi boblarning kitobxonlarning O'rta Osiyo ahvolidan xabardor bo'lishiga va bu masala ustida tadqiq qilayotgan olimlarning Yakup Bey'nin yaqinqi zaman Osiyo tarixidagi kishilarga o'zining ulug' hukmron ekanligini haqliq yo'sinda e'tirof qildirgudek qandoq alohida bir ishni vujudga chiqarganligini tushunishga yordam berishini umid qilamiz. Muhammad Yakup Bey taxminan 1820-yil Qo'qondagi Ovat kichik bozor Peskentda tug'ilgan. Onun otisi Pir Muhammad Mirza öz ömrünün ma'lum mezgillerinde Moşu şehirde mas'ul hizmetlerini o'tagan. Asli Samarqandning yenidiki deyitlik bo'lgan bu kishi, kechiringlar mushqatni ko'zim chataqo. Samarqandning yenidiki deyitlik deydigan bir yer bo'lishi kerak. Samarqandning yenidi bo'lgan bu kishi Mamadalı xon zamonasida islom ulemalari tabaqasi kirish umidida Xo'jandga ko'chib ketgan kechiringlar. O bu yerde gerçi ma'lum bir medresede o'qigan bo'lsa-mu, lekin ma'lum sabab bilan o'z qarorini o'zgartgan bo'lishi kerak. Shunga diniy vazifa o'tamay mulkiy ish bilan shug'ullangan. Uzun o'tmay bu zot Qo'qonning bir rayoni bilan Qurama shahrining qorliqiga avatildi. Chiroq o'chib ketdi, buni kechiringlar. Ko'zayligim deli olmabdi, mana mı? Şuna dini vazife o'tamay mulkiy ish bilan shug'ullangan. Uzun o'tmay bu zot Qo'qonning bir rayoni bilan Qurama shahrining qoziliqiga tayinlandi.
ve şu joydan bir ayolni nikohlab öz emriga aladi. O bu xotindan Muhammed Arif ismli bir o'g'il farzand ko'rdi. Muhammed Arif Qashqariyada bir muncha muhim mansablarni o'z istiga olgan. Masalan, seriq qo'lda ambal bo'lgan. Ammo Yaqub Bag'ning bu oti bir, ana boshqa aksi qobiliyatsiz bo'lganligidanmi yoki boshqa sababdanmi aytavur, yaqindan buyon toza ancha rivoj topolmagan bo'lishi kerak. 1818-yili Pir Muhammad yoki kishilar tarafidan Muhammad Latif deb atalgan bu zot Qur'omadan Peskentga ko'chib kelgan. Bu joyga makonlashib uzun o'tmay yana uylangan. Onun ikinci xotini Peskentning qozisi Sheyx Nizomiddinning singlisi bo'lib, Yaqub Bag dalmushu xotindan tug'ilgan. Yaqub Bag'ning ota-bobolari Badaxshon chegarasidagi Qoratikin degan yerdan bo'lib, o'zbeklar ashu joyni istilo qilganda Muhammad Latifning dadasi o'chaqda texi kichik bola ekan. Qo'qonga qochib kelgan ekan. Yaqub Bag dalmushu xotindan tug'ilgani deb takrorlaymish yani. Yaqub Bag'ning ota-bobolari Badaxshon chegarasidagi Qoratikin degan yerdan bo'lib, o'zbeklar ashu joyni istilo qilganda Muhammad Latifning dadasi, ya'ni u chaqda texi kichik bola ekan. Qo'qonga qochib kelgan ekan. Muhammad Latif zodi ula Dehitga kelishdan burun tug'ilganmi yoki Dehitga qochib kelgandan keyin tug'ilganmi? Bu haqda aniq bir narsa degili bo'lmaydi. Lekin hozir bilishimizcha o o'zini To'mirlangning avlodi deb yurgan. Lekin bu gap uning o'g'li Tazoronaq deb o'tgan mazgilda o'ttirib chiqqanmi qanday? Ishqilib bu gapning to'g'riligini isbotlash qiyin. Ama Yaqub Bag'ning ota-onasi asli zoti bilan maqtanolmaydigan odamlarmi emas. Yaqub Bag ajdodlarining necha avloddan buyon tortib kelgan necha avlodlardan buyon tortib kelgan kulpatlik taqdiri ehtimol Yaqub Bag'ning iqtidori ularni azaldan ko'rib boqmagan omadga ega qilishdan ilgari oxirlashishga boshlagan bo'lishi kerak. Yaqub Bag'ning otasi, buvisi ham Yaqub Bag'ning otasi, buvisi muhim bir shaharda qozi bo'lgandan boshqa, yana Yaqub Bag'ning bir hamshirasi, Toshkentning valisi Nar Muhammad xonga yotliq qilingan ekan. Tövəndə biz bu urug' tuqqanchilikning yosh Yaqub Bag'ning martabasining o'sishiga ko'p yordam berganligini ko'ramiz. Peskent yoki Bashkent degan bu joy Hilmi Toshkentdan 50 mil janubda. Xo'jandga o'tadigan yo'l ustidagi bir avod kichik bozor. Bu yerning xalqi tirishchan, muloyim keladi ekan. Ular o'z qavmidan islomiyatga yor yo'lak bo'lgan Rossiyaliklarni qo'rqitgan buyuk otaliq g'ozidak mashhur zotning chiqqanligi bilan to'liq faxrlanadi ekan. Bu kichkina yurtda nurg'un tojiklar yashaydi. Mushu sabab va boshqa sabablar asli tojik bo'lgan Muhammad Latifdan shu joyda o'ltiraqlashib kelishiga sabab bo'lgan. Peskentning sharqidagi Agrotoqoy tog' tizimlari Tangritog' bilan Qizil Ort tog' tizimini hosil qiladi. Bu egizlikda nurg'un tojiklar yashaydi. Tojiklar aslida Farislardan kelib chiqqanlikdan Aryan nasliga kirdi. Ular O'rta Osiyodagi hukmron bo'lgan turklar yoki tatarlarga tubdan o'xshamaydi.
Lekin uzak asırlardan bu yan ular devlet teşkilatı katlaşış cihette çeklimige uçurganlıktan adaletsizlik bilen pes ırık dep kemstilip geldi. Şuna Angliyaның abdurlarımı muşu hatalıkını sadır kıldı. Şuna Angliyaның abdurlarımı ya kitap yazıcı abdurlarımı muşu hatalıkını sadır kıldı. Ve Türklerinin bu karam ırıkka bergen tabirini doğru tabir dep kubul kılıştı. Əməliyyətdə əhval dəl buna əksçə. Taciklar idrak cəhətdə özlərini boysundurğan hər qandaq bir istilaçıdan üstün durdu. Ular bəstlik kilidu, burut sakal qoydu. Bu Aryan nəslidən bolğan kişilərin Tatarlardan fərqləndiğən bir belgisi. Ola özünün boyunun egizligi ve güçlülüki cihetimi Otur Asiyadaki başka her kandak bir erkni besip düşüdü. Yakup Bey delmişi erknin vekilidir. O gerçi öz ömrünün tangdın tolusunu digedek Tatarlığa mensup hükmüran milletle arasıda ötközgen bolsa mı? Ama onun himayetçileri asasıdaki bazı meşhur kişiler ve onun münevver harbi komandaları özlerinden Hindi Koş Dağlı Kırayınıdaki hükmürallah cemiyetinden kelip çıkkallığı bilen mağrurlanıdı. Taciklar eyleme məlum bir xil yerlik Paris şividi sözlüşüdür. Paris şivisi sözlüşüdür.